Onalar so'zi hikmatning o'zi dasturi ham bugun mana shunday bayramona tarzda va bayramona kunga to'g'ri kelganligi bois Tursunoy opa bugungi dasturimizni qay tarzda o'tkazamiz degan fikrdamiz. Barakalla. Assalomu alaykum. Bugun ikkalamiz harakat qilamiz. Bugunga yarashiqlik bir suhbat uyushtirishga. Haytingiz muborak bo'lsin. Bu hayitga yetib kelganlarning hammasi baxtli. Allohning imtiyozini olib turgan odamlar, duosi ijobat bo'lib turgan odamlar bugungi kunga yetib keldi. Ming shukr. Xo'p, bayram o'zi nima? Xo'p, kelguncha o'ylab keldim. Xo'sh, aynan shu bayram kunlari insonda dunyosi kengayganday, sog'inishni shu chegaralari ko'payganday, eslaydigan odamlar quyilib kelayotganday bir ajoyib tuyg'u bo'lar ekan. Har bir xursandchilik kunda, hayitda o'z holicha, bahor bayramlarida o'z holicha bayram borki, inson tong otganiga xursand bo'lavermas ekan. Masalan, yangi ko'ylak kiyganiga xursand bo'lavermas ekan. Bu bayram balki shu yaratgan o'zi shunday bir muhit, sharoit yaratib qo'yadi inson uchun. Bayram qandaydir sarhisob kun, sog'inchlar kuni, qidirishlar, izlashlar kuni. Bu yil davomida esingga kelmagan narsalar esingga tushadigan kun ekan. Ertalabdan beri meni xayolimdan Mavludaxon karvon odamlar o'tdi. Bu o'zi hammamiz katta karvondamiz bolam. Hammamiz harakatdamiz. Bu dunyoda 100 yilgina yashagani kirganmiz, lekin bugun tug'ilgan bo'lsak, shu tug'ilgan zahotimiz 1 minut o'tgan bo'lsa, 1 minut shu karvonga qo'shilib yo'lga tushdik. 1 soat yashagan bo'lsak, 1 soat o'sha ketayotgan karvonda yo'lga tushdik degan gap. Shu 100 yilginani ichida, lekin sendan oldin o'tayotgan odamlarni o'ylab yuraging hapqiradi. Xo'p, bolam, bugun hayit bizga nima beradi? Bugun onasini eslamagan odam yo'q, otasini eslamagan odam yo'q. Yo'qotgan birodarlarini, ustozlarini, mahalla, ko'y, qavmi qarindoshdagi qadrdonlarni eslamagan odam yo'q. Bu eslash nima? Nima, qanday tuyg'u o'tadi bizdan? O'ylab qarasam, biz nimasini eslaymiz ularni? Bizga qilgan yaxshiliklarini, izhor qilgan muhabbatlarini, ilinishlarini, xo'sh, gunohlarimizni kechirib qo'yganlarini, nimalarni deylik o'ziga atalgan narsalarni bizga atab o'tkazganlarini, bergan ilmlarini, ilm berish tarzlarini, yoki hech qachon umringda gaplashmagan bo'lsang ham shu odam bilan, onam qizim, uni shu palonchi o'tib ketganini, kiyinishlarini, yurishlarini, chochlarini, chambaraklarini, umuman ovozlarini eslar ekansan-da. Bu bayramlar sog'inch kuni ekan. O'sha eslaganda, xo'p, qani sen nimani, qaysi jarayonni o'tading? O'sha senga qilgan yaxshiligini eslab minnatdorchiliging yangilanar ekan. Sen o'rgangan joylarini eslab, ya, menga ilm berib ketibdi-ku u der ekansan, tushundingmi? Menga yurishni o'rgatib ketibdi-ku, menga ovozni taqsimlab gapirishni o'rgatib ketibdi-ku. Masalan, birovni ko'nglini olishni o'rgatib ketibdi-ku. Bu demak, eslash, sog'inish bu insoniyatdagi minnatdorchilik tuyg'ulari ekan. Bu degani o'zingni taftish qilish va qachon, qayerda, qanday burilish yasagansan, qaysi gunohdan kim qutqarib olgan seni, qaysi xatoyini kim to'g'rilagan, mana shu sog'inish ekan. Shuni oti eslash ekan. Demak, bu burch tuyg'usiga o'xshab ketyapti. Palonchidan palon narsani o'rganganmanmi, men endi shuni uni davomchisi sifatida sobit ushashim kerak degan tuyg'u. Mana
aynimaslik tuyg'usi, o'zligingni yo'qotmaslik tuyg'usi. Mana endi o'ylab kelyapman, qaniydi endi juda katta bir axborot bilish mashinasiga aylanib qolsam-ku, bu O'zbekistondagi eng sara odamlarni hozir bitta aytib ta'riflab bersang, ming afsus, biz endi chumoliday bandalarmiz. Masalan, o'zimizni yo'lkamizdangina yurib o'tib ketamiz va shu yo'lkada ro'baro kelganlarnigina ko'ramiz va o'shalarnigina eslaymiz. Mana hozir sizni huzuringizga kelguncha o'rgilay sizdan eslab keldim. Andijonni Andijon qilganlar, Namanganni Namangan qilganlar, Farg'onani Farg'ona qilganlar. Mana o'sha biz ko'rayotgan qo'shni Qirg'izistonni, Jalolobodni, O'shni gullatgan odamlar, hech kimni esidan chiqmaydigan tarjimai holga ega bo'lgan odamlar qancha edi, qanday ko'p edi. Qaniydi endi hop imkon bo'lsa, shunday siru asrorlik texnika bo'lsa-yu, har kuni bir 10 tadan 20 tadan odamlarni charchatmaydigan qilib bizni o'sha bilim manbai bo'lgan vatandoshlarimiz haqida har kuni eslab tursak qaniydi. Mana hozir hayolimga kelyapti-da, Avludaxon. Men Milliy universitetni bitirganman. Endi har yangi yil kuni 31-dekabrda Xudo rahmat qilgur Obid Sodiqov rektor edilar Toshkent universitetiga. U kishim endi ximiya fani bo'yicha eng cho'qqiga chiqqan olim, butun dunyoga O'zbekistonni ko'zga ko'ringan olimi bo'lib tanilgan va bizni obro'yimizni bo'ylarida ko'rsatgan odam. Shu odam yotoqqa kelardilar. Endi yotoqda musofir bolalarda endi hammasi onasini sog'inib, otasini sog'inib, pulsizlikdan deylik yoki shu o'quvni zichligidan qiynalib yurgan paytimiz endi. Shunda eshigini ochib, taqillatib kirgandan keyin albatta qizlarning xonasi bo'ladigan bo'lsa, shlyapalarini olib, shu bo'y baravar ta'zim qilardilar. O'shaligi 17-18 yoshar qizlarimizda endi bo'y barabar va shunaqangi dilkash hol so'rardilar, yelkalaringizni qoqib, har bitta xonaga kirib shunday qilardilar. Bunday o'ylayapman, ta'zim qiladigan odammida biz kim bo'lib qolibmiz, u kishi kim axir? Mana har safar ozginagina muvaffaqiyatga o'tdaygimiz kelayotgan paytda o'sha narsalarni eslaymiz. U bizdagi burch tuyg'usini uyg'otadi. Yana shu Toshkentda ishlab turgan paytimda bir ulug' baxtga erishdim. G'aybulla Assalom bilan shu muloqotda bo'ldim. Uncha ko'p ko'rishmadik, bir 10 martagina ko'rishdik xolos. Shu Respublika ma'naviyat markazida malaka oshirish kursini ochdikda, keyin domlalarni o'zim tanladim-da, shuning ichida G'aybulla Assalom bordilar. Haligi odam endi do'ppilarni kiyib oladilar. Yalang qavat keksa odamlar kiyadigan tonni, yupqa tonni kiyib oladilar. Qo'llarida diplomatlari bo'ladi va hassada keladilar. Biz eshitdikki 2 marta infarktni o'tkazdi G'aybulla Assalom deb eshitdik. Endi shu hassani har ehtimolga qarshi tutsalar kerak deb o'ylayapman, lekin men har safar hazil qilib qo'yardim. G'aybulla ustoz, men razm soldim sizga. Hassangizni ko'tarib yuribsiz, lekin nimaga u hech yerga tegmaydi? Hassa qurgur yerga tegib sizni suyash kerak-ku. Nazarimda birorta sizga ma'qul odam sizga hassa zab yarashibdi-da deb shekilida, posonga ko'taryapsiz shekilida deb hazil qilardim. Shunda u kishi bir suhbatlarning bittasida men hozir shu teletomoshabin o'rtoqlarga aytib bergim juda ham kelyapti, bolalari eshitsin buni. Ayniqsa ishlab yurgan, pul topib yurgan bolalari eshitsin. Bitta suhbat hozir esimga kelyapti-da. Endi poshsha bekor o'tirmay, men sizga bir hikoyani aytib beraymi? Qani domla desam, xo'p, men bir aynib yana raso bo'lganimni aytib beraymi? Xo'p, qani domla,
xudoga shukur-ey, ora-orada aynib yurgan faqat biz emas ekanmiz, sizda ham bo'lgan ekanda, aynib turishlar desam, voy, bo'lganda qanday deb aytyaptilar. Bir o'quvchim bor edi, shogirdim bor edi. Endi o'zi qurmag'uram juda farishtalik bola edi. Hayotiga aralashkim kelaverar edi. Nazarimda men juda ko'p aralashib qo'yganman shekilli. Ya'ni ko'p bekatlarda qani qo'lingni ber degan joylarim bor shekilli. Keyin shu bolam o'qishlarni bitirib ketib, bir 10 yil, 15 yilmi, 20 yildan keyin domla, ustoz, siz Toshkentda bo'lib turibsizmi? Ha, Toshkentda bo'lib turibman. Men huzuringizga bir boradiganman. Keling dedim. Keldi. Kelib endi chandan muhabbat izhor qildi, chandan mehr izhor qildi. Xullas kalom men tog' tepasiga olib chiqib qo'ydi endi. Ha, tuzuk domla ustoz bo'pman-da degan xulosagacha kelib qoldim endi. Va ketayotgan paytda bir narsaga qog'ozga o'ralgan bir tosh bosadigangina narsani berib, domlajon, men sizga ilindim. Bu peshona terim, lekin peshona terim dedi. Bayr deb qo'ydim endi. Ketdi. Orqasidan ochib ko'rsam, pul ekan. O'shancha pul ekan endi. Men umrimda unaqa pulni qo'limda ushlamaganman. Endi bu yog'ini so'rasangiz dedi. Endi ishga boraman, har kuni kelaman, hassam qo'limda. Bir mahal deydi, ertalab tongda hovliga chiqdim deydi. Hovliga chiqsam har doim meni hovlim O'zbekistonni hamma joyidan meni qistab chaqirib turadigan bir cheki yo'q, bir kenglikka o'xshagan hovlim torroq ko'ringanday bo'ldi. Ya, hovlimiz tor ekanmi? Deb qo'ydim deydi. Keyin bundoq ko'zim tushdi. Burchakda tandir turibdi. Biram mung'ayib turibdi, biram g'arib turibdi. Bay, buncha tandirimiz eskib ketgan ekan. Men hech bilmabman-a, buni yangilab qo'yish kerak ekan. Pul bor-ku deb qo'ydim deydi. Shu bilan endi ishga ketdim deydi. Men har kuni bir chekadan borib, bir chekadan kelaman deydi. Bir mahal ketyapman har kungiday, lekin oyog'imni ovozi qulog'imga eshitiladi deydi. Quloq solsam juda do'qillatib qadam bosyapman deydi. Ag'ir shipillabgina borib kelardim-ku. Bu poshnamni ovozi boshqacha eshitilyaptimi? Ham ko'chani o'rtasida ketyapman. Axir nima bo'pti? Oyoq kiyimingni, poyabzalingni ovozi do'qillab eshitilsa, axir sen G'aybullo assalomsan-ku degan ovoz chiqyapti ichkaridan deydi. Ha, mayli, endi shunday tuyg'u keldi deb qo'ydim deydi. Xullas kalom, endi yana navbatdagi kunda ishga ketyapman deydi. Yana o'sha bir chekadan ketyapman, ancha avtobus bekatigacha piyoda yurishim kerak. Bir mahal yana ichimdagi haligi ovoz tirilib qoldi. Menga qara, sen o'zi kimligingni bilasanmi? G'aybullo assalomsan, axir qachongacha sudralib shippagingga suyanib borib kelaverasan? Axir pul bor, mashina olsang bo'lmaydimi degan gap keldi deydi. Oldiniga 2 3 ta o'shnaqa ovozimni balandlashib, qadamimni dadillashishi, tandirimni xunuk ko'rinishi, keyin yana ayolimga qanaqa bir yemaklar olib kelsam xursand bo'lar ekan degan gaplar de o'tkazib yubordim. Hali mashina degan sadoga kelganda, dedim deydi. Menga qara, bu ketyapman-ku, men jarga qarab ketyapman-ku. Meni hovliqtirayotgan bu pulmi? Dedimda tezdan qo'ng'iroq qildim. O, bolam, boyvachcha bolam. Shu bir kelib ketmasang bo'lmaydi. Domla tinchlikmi? Bir kelib ketmasang bo'lmaydi. Juda zarurga gapim bor. Keldi bola paqir deydi. Bir kundan keyin keldi deydi. Kelib o'tiruvdi deydi, bolam. Senga jami berganimga, jami mehnatimga mana Alloh shohid 1000 marta roziman.
mana u pulingni olda, meni tinchimma qaytar dedim deydi. Rangilar oqarib ketdi deydi. Domlajon, meni peshona terim bilan topganman buni, undoq qilmak bunda. Hoy bola, pulingni olda, meni oromimni qaytar. Qarasam yana olmaydigan. O, bir aybing bor-a? Gazetaga chiqadigan bo'lganingda men muxbir bilan gaplashib tinchitib borganman-a? Shu esingdami? O'shani gazetaga yozib boraman agar pulingni qaytib olmasang. Falonchi yoshligida shunaqa bir aybg'ina qilgan deb aytib boraman. Devdim oxiri, domla-ya deb olib ket. Pul ketdi, o'zim aslim o'zimga keldi deb aytgandi. Qarang, mana har safar mana shu G'aybulla assalomlash gaplarini eslaganda, buni hikoya qilib berayotganimda insoniyatni, masalan, moddiyun uchun, pul uchun qanday hayajonlarga tushishini bu shayton alayhillana necha olib borib, necha olib kelishini bizni jardi yoqasiga bilmasliklarimiz eslab, shularni eslab turib xijolat tortaman. Ustozni Alloh rahmat qilsin. Mana endi Andijonda o'qituvchi bo'lib keldim endi universitetdan-da malaka oshirish o'quvlari bo'ladi. Malaka oshirish bizni shu 4 yilda birmi, 5 yilda birmi chaqirib turadi. Keyin dars beradigan domlalarning ichida shunday dilbar domlalar bor edi, Hoshimjon Razzaqov degan. Bu xalq og'zaki ijodi fani bo'yicha u kishimni oldiga tushadigan odam yo'q edi. U oldin ham bo'sh vaqtim bo'lganda o'g'rincha sendaqa paytimda yoshligimda leksiyalarga o'g'irliqcha kirardim. Shu domlani nimasini ma'ruzasini eshitgani. Keyin yana u kishidan tashqari Fathiddin Isoqov degan Xudo rahmat qilgur tilshunos domla bordilar. U kishimni ham darslariga o'g'irliqcha kirardim. Va Hoshimjon akaga tam berib yuborardim. Shu sahnada auditoriyada shipillab o'zi yo'g'on odamda, lekin shunaqa yengil yurardi, u yoqdan bu yoqqa, u yoqdan bu yoqqa. Yana endi qo'lida bir parcha qog'ozlar bo'lg'ishida, umuman qog'ozdan bo'lmasdi-da. Shunaqangi obrazga kirib gapirar edi. Xuddi spektakl ko'rayotganday bo'larding-da. Keyin bir kun amakim aytib qoldilarki, "Men qara, sen Toshkentda o'qigan bo'lsang, Hoshimjon aka seni meni shogirdim dedi-ya" desa, yig'lab yuborganman-da. Shundoq odam meni shogirdim debdi. Bu qanday baxt deyman-da endi. Ke u domlaning darslaridan o'rganib, sirtqi bo'limda, birinchi kursda sirtqi bo'limda o'qiganman universitetda. O'shanda darslarga ko'p kirardim-da. Leksiyalaridan o'g'irlab ketib, foydalanib Toshkentga borib imtihon topshirganman. Bu kishim leksiyalarda olgan narsamda. U Sattor aka Haydarov degan namanganlik domlamizda u kishim endi Hoshimjon aka qancha barvasta deylik salobatli bo'lsa, Sattor aka shunchalik kichkina, ushoqqina odam edi, lekin u ham o'z holicha dilbar muallim edi-da. Va tez aytish degan narsadan o'rgangan ekanman-da. Sattor akaga aytib berdim endi o'shani. Aytib bo'lsam Sattor aka qayerdan oldingiz-chi, qayerdan oldingiz deb so'ragan esimda bor-da. Mana u tez aytish bugungi ekranda bizni ko'rib o'tirgan bolalarimizga hayitligimiz bo'lsin. O'sha Hoshimjon akani o'zlarini yod aytgan joylaridan yozib olib turib yodlab yurardim-da o'zimcha. Bir tomonda Usta Muso puchpustapurish yashar ekan. Usta Muso puchpustapurishning 63 put puchpustasi bor ekan. 63 put puchpustasi bo'lsa ham Usta Muso puchpustapurish, 63 put puchpustasi bo'lmasa ham Usta Muso puchpustapurish ekan. Buni endi nafas olmasdan aytishing kerak-da buni. Ali Sattor aka o'rnidan turib, "Qattan oldingiz" degan hayratlanganlari esimga bor edi. Shu Hoshimjon Razzaqov mana bizni bu domlani kiyinishlarini soddaligi, muomalalarini soddaligi, lekin nodir ma'ruzalari Andijon uchun bir nima deydi, g'urur merosi bo'lib qoldi-da. Andijonda shunday domlalar o'tgan deb eslaydigan bir chiroyli
Xudo rahmat qilsin. Mana Fathiddin Ishoqovning qo'llarida ishladim endi. U kishi menga kafedra mudiri bo'lib ishladilar. Birinchidan juda chiroyli odam va juda yasanchoq odam. O'zlarini chiroyli ekanliklarini azaldan biladilar-da va juda zeb berib yuradilar. Endi har bitta so'zni tilloga tortib o'qirdi-da. Shu darslarda masalan shunday qilib deganda agar qo'ng'iroq chalsa, o'sha yerda to'xtab darrov chiqib ketadilar-da. O'sha manavi ish mundoq bo'lgan ekan deb shunday qilibdi, virgulidan kelgan joyidan eshigini ochib bila boshlab kiradilar. Domla qanaqasiga gapirar ekan, domlani konspektlari qanaqa ekan, bir ko'rsak, tomosha qilsak derdik. Endi olgan konspektlari, darsga tayyorlanishlari zarigarona, xattotlar yozgan kabi yozardilar shu o'quvchilarga ilingan konspektni. Yana o'sha darsga kiradigan paytda hech o'tira olmay qoladilar-da. Birov bilan ham gaplashmasdan, domla, bu sahnaga chiqadigan vaqtingiz yaqin kelib qopti shekilli desa, manda qiladilar, u yog'ini aytmaslar. Shunaqa tayyorlanib qarang, o'quvchini hurmati, darsni hurmati, ilmni shogirdga yetkazishdagi mas'uliyat. Masalan, o'sha o'qituvchilikni zeru zabarlariga nima qilish, amal qilish, yana hech qachon piyozlik taomlarni tushlikda yemasdilar. Meni bugun darsim bor, yemayman dedilar. O'sha men qarang, nimani talabani hurmati, darsni deylik go'zal bo'lishini qanday bir mas'uliyat bilan olib borish. Shunaqa bir nima deydi, ulug' odamlar eslanadigan kun bugun. Mana ikki yo'lakay Said Ahmad aka bilan Saida Zunnunovani 46-maktabda yangi o'qituvchilik bo'lib boshlaganman. Iltimos qilsam chopqillab kelisha qoldi, qara ular ham. Bu endi 1966-yilgi gapda endi Said opa ikkovlari keldilarda. Keyin biz endi shundoqqina soddagina bir piyola choy qilganmiz endi. Men qo'llariga suv quymoqchiman. Said opaga quydim, rahmat deb qo'ydilar. Juda ovozlari sokin, siniq opa edi. Said Ahmad aka endi guldiragan. Qo'llariga suv qo'yasam, yaxshi joylardan ato qilsin deb aytdilar. Yana mana bir kitobimda esdalik kitobda ham yozdim. To umrlarini oxirigacha Said Ahmad aka gapirib o'tdilarda. Said opang, bilmadim, dunyodan ketguncha meni beadab saylab ketdi. Siz qiz bolani yuziniga qarab, qiz bolani oldida yaxshi joydan ato qilsin dedingiz. Unga siz o'ng'aysizlik tug'dirdingiz deydi. Endi Mavludaxon, sen bilan biz ochib o'tirgan do'konimizga tushadigan savollarni bitta esla. Oilasi bor erkakni yaxshi ko'rib qoldim. Men nima qilay, nima deydi, sevganimga bermayapti onam, men nima qilay degan qizlar dunyoda bo'lishini Said opalar tasavvur ham qila olmasa kerak deb o'ylayman. Yaxshi joydan ato qilsin degan gapni shu qadar pardasi yo'q gap deb o'ylayapti-da. Qanday qilib bu qiz bolaning narsa? Hozir bizga yaxshi joylardan ato qilsin, meni duo qiling, menga deb burnum tagiga keladigan qizlar qancha uchrashuvlarda hamda. Menga yaxshi qaynona uchrashini, yaxshi kuyov uchrashini duo qilib bering deydigan, qaragin, qanday insonlar bilan biz birga yashaganmiz. Xudo rahmat qilsin hammalarini. O'rgilaysizdan, mana hozirgi uyingizda kuzatgan odamlaringiz, o'tgan onalaringizni eng ibratli gaplari o'sha ularni qilgan vasiyatlariniga amal qilib siz qancha ishlaringiz o'nglanib ketyapti. Ular tayinlagan nasihatlarga, maslahatlarga kirib qancha deylik barakotlaringizga barakot qo'shilyapti. Bu degan gap mana suhbatimizdan yakun shundayki, mana shu o'tuvchilar dunyodan biz kuzatgan odamlarimiz
jimgina o'tmayaptilar ekan. Jamiki insonchilikdagi eng go'zal fazilatlar qanday bo'lishini o'zlarida ko'rsatib o'tyaptilar ekan, so'zlarida niqtab o'tyaptilar ekan va bizga yozib qoldirib o'tyaptilar ekan. Va Alloh bizga manaqa bayram kunlari va bahor kelsa bir, gul ochilsa bir, boyib ketsang bir, keng joylarga borsang bir, kimlarnidir eslaverasan-da ilinibdi. Bunichi o'zidan eslanmas ekan, onam qizim. Alloh seni dilingga solar ekan, yuragingga solar ekan. Bu seni changlaringni qoqib turish uchun, seni kirlanib qolmasliging uchun va mana shundan katta miqyosda bir gap chiqar ekan. Milliy meros. Ko'rdingmi? Shu an'anaviy hayot. Masalan, ota yo'li, ona izi yoki ustoz sabog'i degan deylik minglab yillardan beri aynimasdan nasldan naslga o'tib kelayotgan fazilatlar mana shu bayramlarni bahona qilib, nimanidir bahona qilib eslashlar tufayli va shu burchlarni yangilab olish tufayli hech kim o'zidan binoga kelmaganligi, hech qachon masalan odamlar aytadi, men borgandan keyin yaxshi qilardim o'sha joyni. Qara, eslab turgin-da. Xo'p, men kelin kelgandan keyin mana bunaqa o'zgarishlar bo'ldi. Yo bo'lmasa men kelin qilib olganimdan keyin buni mana bunaqasiga o'zgartirib yubordim. Yo falon institutda hayotida meni anoncha o'rnim bor. Yoki falon doktorxona faqat o'sha menga chalingan qarsaklar hisobiga yashar edi degan gaplarni aytayotgan odamlar, o'rgilay sizdan. Noto'g'ri aytibsiz shu gaplarni, bekor aytibsiz shu gaplarni. Siz o'zingizdan oldingilar, sizni o'qitganlar, sizni yoningizdan o'tib borganlar, sizga nimanidir xat qilib yozganlar, kitob qilib qoldirganlar yoki ona bo'lib saylanganlar, ota bo'lib saylanganlar butun dunyo chamanidan yiqqan nektarlarini sizga bergan va siz uni ishlatib, uni ijroga qo'ygansiz. Biz o'zimiz bo'sh bir loshmiz. Agar bunday o'ylab qarasa, bo'sh mana shu anatomiyadan iborat bir turibmiz ro'parangizda. Bizdagi jamiki harakatdagi g'oyalar, fazilatlar, amallar, bu qilmishlar va go'zal demishlar, bular hammasi birovlardan qabul qilgan fazilatlarimiz, imtiyozlarimiz, birovlardan olgan, qarzga olgan narsalarimizdir. O'rgilay. Birinchi vazifamiz kimni o'rnak qilib mana bugun eslayapmiz domlalarni. Mana yana bitta narsani qaragin. Xo'p, mana jurnalistlardan Andijonda, Farg'onada, Namanganda qancha zo'r odamlarimiz bor. Yo'ldosh Sulaymon, Habib Sa'dullo deganlarimiz mana o'tib ketdi. Mana bizda Namanganni ikkita qizi mana lop etib esimga keldi. Rahbar Fayziboyeva shunaqangi chiroyli, injiq jurnalist va dramaturg edi. Ma'rifat Ubaydillayeva mana bizni teatrimizni necha yil obod qilgan Namanganning qizi. Butun O'zbekiston arzandasi edi, lekin Andijon uchun bular ko'p zo'r xizmat qilib qo'ygan. Xudo rahmat qilsin bularni. O'sha rahbar opa bilan o'sha birinchi kursda sirtdan o'qiganimda hozirgi Andijonnoma kommunist degan gazeta deb nomlanar edi. Shunda ishlaganim esimda bor. U yerdagi jurnalistlar, G'iyosov domla deganimiz, Anorvoy aka Quronboyev deganimiz, hop, deylik mana Karimjon aka Yo'ldoshev deganimiz va shularni ichida hozirgi umrlari ziyoda bo'lsin Mahbaratxon opa, Toji Halilova opamiz ishlaganlar, partiya bo'limini boshqarardilar. Va rahbar opa Fayziboyeva ishlardilar. Shunaqangi bular nima deydi, o'zbek tilini, savodxonlikni maromiga olib borib qo'ygan edim. Ular paytida gazetachi bo'lam. Masalan, Onorvoy aka Quronboyevdan
militsiyadan qo'rqmasdi odamlar, prokuraturadan qo'rqmasdi, lekin qaysidir ishni haqida Onaroy aka Quronboyev maqola qiladi degan gapni eshitsa qo'rqar edi. Kimni iligida agar chatog'i bo'lsa, o'sha qaltirab qolardi-da, o'zi kulib turardi, lekin shunaqangi chiroyli maqolalar yozardi. O'zbekistonni Toshkent Sovet O'zbekistoni gazetasini oldin Qizil O'zbekiston deb atalgan, Andijondagi maxsus muxbir edi, lekin bu kishimi Moskva gazetalarida ham maqolalari chiqib turardi. Juda kuchli jurnalist edi. Xudo rahmat qilsin mana. Endi qarang, buni Mahbarat opamni bitta injiqligini senga aytay. Mana bir bularnichi o'zini kasbiga mas'uliyatini qoyil qolasizda. Axir bularga birov to'ppancha ushlab mashaq qilmasang sen otilasan demagan-ku. Axir masalan men bitta she'r yozdim endi. Bu endi 80-yil, 81-yildagi she'r endi. O'sha anjon degan sadodan jon qo'shilur bu jona deb boshlanish kerak. Endi Andijon degan sadodan desam, haligi d-ni qo'shsam qopiyaga sig'maydi-da, vazndan chiqib ketadi-da. Endi men shu anjon degan sadodan jon qo'shilur bu jona. U she'rni o'qisam, u kim eshitsa haligi menga maza qilganday ko'rinish beryapti, qarsak chalyapti, bosishga ming marta rozi bo'lim mudiri, Mahbarat opa bosmaysan deb aytayapti. San deydi, bu yerda haligi nima shevachilikni olib kiryapsiz. Gazeta adabiy tilda chiqish kerak. Siz o'zbek tiliga xiyonat bu. Andijon degan so'z sig'maguncha she'ringni yozma deydi-da. Qarang, baribir endi chiqib ketdi o'sha. Chiqib ketdi. Kimdir chiqarib yuboring endi. Men ham qaysar ekanman-da, o'zgartirmayman deb turib oldim-da endi. Shu bilan kimdir chiqarib yuboring. Chiqib ketdi endi. Shu bir yomon orazlagani esimda bor-da. Sizlar o'zbek tiliga xiyonat qilasizlar shu tarzda. Sheva aralashmaslik kerak gazetaga degan tutumda turar edi. Aynan-ay opajonim, umringiz ziyoda bo'lsin. Mana o'sha halolliklar bizga meros bo'lib qolyapti. Xo'sh, mana shu xotira kuniday yaxshilarni eslashga mos tushadigan savollar bo'lyaptimi? Yo eridan shikoyat, qaynasini qarg'ab yozyaptimi? Tursunoy opa, ayni damda savollar kelib tushyapti. Agar ruxsat bersangiz, hozirda reklamalarga navbat bersak-da, unga qadar biz savollarni tahlil qilib ko'rsak. Xo'p, marhamat. Azizlar, reklamalarimiz o'z g'oyasiga yetdi. Biz esa dasturimizni davom ettiramiz. O'rgilish sizdan. Mana bugun hayotimizda, yo'l-yo'lakay yo'llarimizda, masalan, umrimizda yo'lkalarida uchragan yaxshi odamlar haqida to'lqinlanib gapirdik. Bu men gapirgan odamlar qaysidir bir jamoanigina odamlari emas, butun O'zbekistonga tanilgan, O'zbekistonni yukini yelkasida ko'tarib o'tgan odamlar. Mana hozir sizni kelib tushgan savollaringizni eshitib turibman. O'qidim hozirgi savollaringizni reklama paytida. Savollaringiz mayda, g'amlaringiz mayda, o'rgilay sizdan. Bitta erni eplaydigan ishini ham eplamaslik, bitta qaynana sifatida uydagi kelinni risolaga salomaslik, bitta ayol sifatida bitta erga yoqolmaslik kabi men bu ishlarni juda mayda ishlar deb bilaman. O'rgilay sizdan. Mayli sizga nasihat kerakdir, yo'l yo'riq kerakdir so'rayotgandirsiz. Men esa haligi xotiralarimdan hech ham nima deylik o'zim chiqib keta olmayapman. Mavludaxon qanday ulug' insonlar ko'rib qo'yibmiz. Hatto aytamanki, mana shu odamlarni ko'rganimiz bilan ham hayotimiz baxtiyor o'tibdi deb tasavvur qilaman-da. Shunday ulug'larni ko'ribmiz debda. Mana men hozir yana xayolimga kelyapti-da. Men bilasam qanday bolaligim Toshkentda o'tgani uchun to 66-yilgacha borana Andijonda u yoq bu yog'ini bilgunimcha 75-yil bo'lgan bo'lsin, 75-yilgacha bo'lgan masalan Andijondagi
haligi yetuk insonlarni qishloq xo'jaligi bo'yicha, sanoat bo'yicha, san'at bo'yicha, adabiyotda endi har holda kasbim bo'lgani uchun bilaman. Ko'plarini bilavermayman-da. Endi shunaqa bir tarixga ega odamlar bor. Mana shu bizni vodiyda. Mana o'zimiz masalan deylik Andijonni yaxshi bilmaymiz, u Namanganni, Farg'onadagilarni haligi nomini aytibgina chiranishga haqqimiz yo'q, to ularni haqida bir chiroyli gaplar aytmaguncha. Mana men hozir turkum raislarni eslayapman, Mavludaxon qizim. Qumraxon opa Rustamova, Xayrixon opa Ergasheva degan raislar ayollar bo'lardi-da. Mana Tursunoy opa Karimova o'shalarni tengdoshlari, shularning topida yurgan. Yana o'nlab rais ayollar bo'lardi. Qaragin, shular etik kiyib, agar etigini yechsa, oyog'ini o'zi tanimas ekanda, oq yem bo'lib ketar ekanda oyoqlari. Men aytamanki, nima uchun shu bizni mayli rais bo'lsa ham, raykom bo'lsa ham shunday dilbar ayollarimizni ayol bo'lib yashaganini qo'ymagan ekanmiz. Rais bo'lsa barakalla deb o'rgan ekanmiz. Bu ularda endi g'ayrati, tug'ma g'ayrati shunaqa kuchli ekanki, 10ta deylik polvon erkakni ishlarini qiladigan raislarda endi kelbatlari ham boshqacha, kiyinishlari ham boshqacha. Lekin shularni Mavluda, men nimasiga hozir qolyapman-da, men ularni deylik mutlaqo kasb-korlaridan beavarman va qaysi baholarga ishlaganlarini ta'rifini mendan boshqa odam keltirish kerak, men qo'limdan kelmaydi. Lekin ularning bir nozik jihatlarini bilardim-da. Shunday majlislarda gapirib, qayerda Sharof Rashidovlar o'tirsa ro'paralarida so'zga chiqib, Toshxon opalar, mana Hoji Qosimolar hozir Xudo umrlariga umr bersin, Asakada yashaydigan mana shular Rashidovlar bilan yonma-yon o'tirib, mana respublikaning qishloq xo'jaligini maslahatlariga qatnashgan ayollarda endi shular. Shunaqa yurgan ayollar o'rni kelganda, "Hoy, shoir qizim, maki, menga ona haqida 8 qator narsa o'qib bergin, yoki bo'lmasam vatan haqida 1-2 qator narsa o'qib bergin. Shunaqa o'qiki, meni yuraklarim yozilib ketsin." Haligi she'rni o'qimasingizdan haligi ullab yig'lashlari Qumraxon opa Rustamova rahmatlidir. Biram to'kilib yig'laydi. Qarang, bag'rlariga bosib, "Rahmat, changim qoqib qo'yding" deb aytardi. Qarang, arslon sifat ishlarni qarang-ku, bir she'riyatni oldida, shu 4 qator nozik gapni oldida baribir o'sha ayolchiligi, nafischiligi, bir tabiatini ayolchasiga nozikligi barqurib turganlarini eslayman. Qanday opalaridir, Andijon qilgan opalaridir shular. Endi mana qara, bizni o'zbek adabiyotida Hayitvoy Azimiy degan bir shoir bor. Shu Hayitvoy Azimiy keldilar Surxondaryoda obkom birinchi kotibi bo'lgan ekan. Keyin Namanganda shunaqa ishlagan ekan. Bizga endi Tillar institutiga rektor bo'lib keldi o'sha kishimda. Endi men hozir bitta narsani aytmoqchiman-da. Qara, mana bitta inson sifatida qo'lingdan nima keladi masalan deylik. Chevallik kelar, yaxshi ovqat pishirish kelar, chiroyli muomala kelar va yaxshi ona bo'lish kelar balki, endi. Mana shuni o'zini tanlangan hisoblanarsan. Agar shuginani o'zi senda unsa, mana shu narsa seni qo'lingdan kelsa, sen qidirib topilgan mavjudliksan-da, sen orzu qilingan, egallangan cho'qqisanda endi. Endi o'sha Hayitvoy akani qaragin-da. Hayitvoy aka o'zi shoir, dilbar she'rlar yozardi. Sherali Jo'rayev asosan va qo'shiqlari o'sha yillari Hayitvoy akaning she'rlaridan bo'lardi. Buni aytaman men endi, dutorni bidratib chalardi. Shu odam, olim odam, tarix fanlari nomzodi o'zi. Ham endi hukumat odami, siyosatchida, endi siyosiy maydonda ishlagan odam. Qo'shiqni aytar. Endi birdan kuylarda orasida tanavar chalinadi-da.
hech kim o'rtaga chiqmaydi. Masalan, talabalarning kechalari bo'ladi-yu, ana u kecha, mana u kecha, shunaqada birdan konferensiya ham gapirmaydi-da, tanavar boshlanadi-da. Hech kim biladi bu tanavarning egasi bor. Haytoy aka shu ondan turib chiqadi o'rtaga. Endi o'ynab ketadi. U dutor, u qo'shiq, u tanavarga shu raqs tushayotgan inson. Mana endi uni darsida ko'rgan. Darsida hech qachon u rektor bo'lgani uchun emas. Mana shu dilbar ma'ruza uchun ular yig'ilib kiradi. Hatto o'sha kursda o'qimaydiganlar ham kirib oladi. Agar petsovet deb aytamiz, o'qituvchilarning yig'inlari bo'lsa, aybi borlar, voy shu yig'in bo'lmay qolsa, Haytoy aka zambaraydi, o'qiga to'g'rilab turmaydi, otvoradi deb qo'rqib, rangi oqarib, yuragi yomon bo'lib o'tiradi. Lekin nima deydi, tashvishi yo'q, o'zi ishini yaxshi qilib qo'yganlarchi, rohatlangani, spektakl ko'rganda kirganday kiradi-da. Shunaqa chiroyli nutqi bor edi. Ruscha gapirsa, ruslar endi qo'y qolardi. O'zbekcha gapirsa-chi og'zim ochilardi-da. Qaysi so'zni qayerga qo'yish, ovozni qaysi pardada ko'tarish, ovozni taqsimlayotganda qo'lda qanday harakatga keltirish, kallani qanday ushlab turish, tanbeh berib turib, orqasidan o'ldirib qo'ymaslik uchun qanaqa qilib uni tikkalab olish. Shunaqangi bir chiroyli notiq edi-da. Mana endi uni qolgan ishini ham aytsang o'zi nimadan, oyimdan chiqqan qishloqlari oyimda shunaqa vatanparast, shunaqa oyimparast. Endi alik vatanni qanday sevishni shu odamdan o'rgansa bo'lardi-da. Endi mana bunaqa qiladi. Palonchi oyim nega ekan, domla deb aytadigan bo'lsak, nima deb qo'yadi? Palonchi oyim nega ekansa, ha, o'shaning uchun ovozi chiroyli ekanda deb qo'yadi. Yo bo'lmasa, pistonchi qaysidir yaxshi ishni qilgan bo'lsa, ana oyimli yigit ekan, falon ishda qotirib qo'yibdi desa, ha, o'shaning uchun yurishlari ham boshqacha ekanda, o'ziga ishongan. Shu jami go'zallikda oyimdan tarqalgan degan so'zni umr bo'yi isbotlashga sarflab o'tib ketdi-da. Bizi oyim unday, bizi oyim bunday. Bu Farmon buvi o'zini haligi Said Ahmadni spektaklida Itago deb qo'yadi Farmon buvi. Shu Itago, mana qarang, o'zingni mahallangni sevish, qishlog'ingni sevish, o'zingni joyingni sevish. Balki mana shu kim iqtidorli bo'lsa, Xudo unga ko'p deylik ulug'liklar bergan bo'lsa, imtiyozlar bergan bo'lsa, menimcha u shu Alloh unga bergan eng kichkina ne'matni ham boshiga ko'targan chiqadi, unga sadoqat ko'rsatgan chiqadi va o'sha insonchilikda oddiy qoidalariga ham jiddiy amal qilgan chiqadi, keyin unga beradiganini beraversa kerak Allohda. Hurmatli tomoshabinlar, o'rgilaysizdan atrofingizga qarang. Kim sizni kayfiyatingizni ko'taryapti? O'sha odamdan o'rganing kayfiyat ko'tarishni. Qarang, kim qanday kiyinib o'tyapti yoningizdan, nimasi qanaqasiga o'qib yarashib turibdi, doppingizni o'shanday qo'ndiring. Shu deylik ko'ylagingizni pichimini o'shanday oling. Mana Alloh sizga ilmni yoningizdan o'tkazib qo'yapti. Kimmi mahallada otini aytsa, odamlarning yuziga tabassum yog'iladi. O'sha odamni yurish turishini, bola chaqasiga munosabatini, o'zini kasbiga munosabatini bir kuzating va o'g'illang, o'zingizga o'g'illang, o'shanday tutumni o'rgilay. Bu odamlar, bu yaxshiliklar, atrofimizdagi sodir bo'layotgan yaxshi jarayonlar, bular hammasi omonat va deylik tezdan yoningizdan o'tib ketib qoladigan, hozir sizga Xudo buyurib turgan oniy imtiyozlardir. Qarab qoling, o'rganib qoling va o'zingizni toningizni bichib qoling. O'rgilaysizdan
ustozlaringizni, umuman deylik, masalan, hozir mana savollaringizga o'tamiz. Mayli endi jahlimiz chiqsa ham, jahl chiqaradigan savollarni berayotgan siz o'zimizniki bo'lganingiz uchun, vatandosh bo'lganingiz uchun, mayli katta fe'lingiz bo'lmasa, kichik fe'lingizga yarasha ham muomalangizni qilaveramiz. Lekin bilib qo'ying, atrofdagi deylik hech kimga o'xshamayotgan, katta g'amlarni ko'tarib yurgan, o'zini yurti uchun, qarindoshlari uchun, og'a-inilari uchun o'zini o'ylamasdan turib, masalan, deylik tutumlar tutayotgan odamlarga qarang. Mayda tashvishlaringizni itaring. Ularga qarab turib deylik, hech yo'q bir qadam ilgarilab oling. O'zingizda bo'lmasa birov o'rgatayotganda olib qoling, birodar, o'rgilay sizdan. Masalan, mana hozir o'qiymiz sizni SMS-laringizni. Xo'p, deylik, mana atrofingizda hech tovush chiqmaydigan oilalar bor. Shunaqangi og'a-inilar borki, biror marta bittasidan norozilik bildirmagan. Hamma ishi silliq deb o'ylaysizmi? 10 ta aka-ukani yo 5 ta aka-ukani ichida bir kalta o'yi yo'q deb o'ylaysizmi? Mana kecha kichik o'g'lim mehmon bo'lib keluvdi. Aytmanda tilimga kelyapti-da, u bolamni hamma eng zo'r bola deb o'ylaydi. Hammada masalan qarindosh urug'im, meni kenjatoyimni juda ham yaxshi bola deb o'ylaydi. Men xuddi o'sha bolamdan xavotir olib yuraman. Kecha aytdim, o'g'lonim, siz meni nozik masallig'imsiz. Siz meni xomiro pishgan oshimsiz bolam. Men sizdan xavotirroq olib yuraman-da. Nimaga? Nimaga buva? Nimaga deb aytayapti. Chunki bolam, siz tezobroqsiz. Siz tezobroqsiz. Hamma masalada shoshilib, hatto ba'zan meni ham ovozimni bosib oldin gapingizni aytib olganingiz kelib qoladi. Bu qo'rqinchli bolam. Oldin unday qilmang, oldin o'ylang. Mana shu tezoblik qachon bo'ladi? Tezoblik manfaat borasida bo'ladi. Bitta ishni tez meni ishim bitib qolsin deyotganingda, shu narsa menga bo'lsin deyotganingda, o'zingni gapingni ma'qullaging kelayotganda, o'zingni rejangni dasturga kirgizging kelayotganda, boshqa odamlarni eshitging kelmasdan o'zingni deydi nomeringni qo'poroq qilib aytganda o'tkizging kelib qolishi bu tezoblik. Buni oti esa bosh harf xudbinlik deb ataladi. O'g'lim dedim, men sizga yumshoq qilib tezobroqsiz deyapman, lekin bu aslida xudbinlik. Siz oldin bir gapni aytishdan oldin katta opamga malol kelmaydimi? Kichik opamga bu to'g'ri keladimi? Akamni ko'yniga kelib qolmaydimi deb turib ayting hamma narsani deb aytayapman-da. Mana meni tekis hisoblangan bolamni kavlab ko'rsam o'shancha kamchilik chiqadi. Lekin hech shikoyat qilmayotgan, birovga gapi chiqmayotgan, kelinini yomonlamayotgan, qaynonasini yomonlamayotgan, eridan ko'ngli to'qday tutayotgan, xotinidan ko'ngli tinchday tutayotganlar hammasi tekis yashaydi deb o'ylaysizmi? O'rgilaysizdan? Siz dasturxon qilib bizga yozyapsiz mana o gaplaringizni. Bu hozirgi bizga berayotgan savollaringizni 5 dan bittasini berish mumkin. Qolganini ozgina boshda ishlatilsa, ozgina deylik olgan ilmlaringizni, haligi andesha degan kitobni varaqlab ko'rilsa, hayo degan bir uychaga moralab ko'rilsa, umuman odillik degan tarozini ushlab ko'rilsa, iloji o'zingizni qo'lingizda bitadigan narsani siz xohlamayapsiz, tezoblik qilyapsiz. Shu meniki o'tish kerak, men yaxshi, hamma yomon. Ishonaver, bizga kelgan mana shu SMS'larni 90% da men to'g'ri, qolgan hamma ahmoq. Mana shunaqa gap chiqadi-da. Men to'g'ri, qaynonam ahmoq, otam ahmoq, onam ahmoq degan gap chiqadi. O'rgilaysizdan. Xo'p, endi shundan keyin ham eshitib ko'ring, o'zingizni savollaringizni va bizning javobimizni ham eshitib ko'ring. Vaqt yetgancha javob beramiz. Endi tuzirog'ini o'qigin, jahlimiz chiqmaydiganrog'ini. Xo'p, bo'ladi. Bugun hayit, yana qattiqroq ko'rmaylik bolam. Xo'p, bo'ladi. SMS'lar bor.
navbatdagi SMS quyidagicha mazmunda. Assalomu alaykum Tursunoy opa. Men qishloqdanman. Shahardan uylanganimga 3 yil bo'ldi. O'rtada bitta o'g'limiz bor. Keliningiz hech ko'nika olmayapti. Uyda onamni hech duosini ola olmayaptilar. Men bilan ham oramiz yaxshi emas. Tutumi ham unchalik yaxshi deb bo'lmaydi. Maslahat bering, ko'nikib ketarmikan yoki men sabrsizlik qilyapmanmi deganlar kuyov tomonidan yo'llanyapti. Sabrsizlik qilyapsiz, o'g'lim. O'zingiz qovun tushirgansiz. 1000 marta aytayapmiz. Imkon bo'lsa mahallaga qizering, mahalladan qiz oling. Imkon boricha o'zingizni tumaningizdan chiqmang. O'zingizni shahringizdan chiqmang. Ish manaqa keyinchalik. Aqlli qiz bo'lsa, men shu yerga tushdim, palaxmon toshiman endi. Shu yerda o'zimga xos, o'zim o'lib qolmaydigan ob-havo yarataman va bularni ob-havosiga ham moslashaman. Bularni ham xafa qilmaydigan bir iqlim yarataman degan niyatda ish tutadi. Lekin esi kamroq qiz bo'lsa, har onasini sog'inganda mash tomosha. Har otasini sog'inganda shu tomosha. Ish kelgin deb aytayapmiz. Yaxshi ko'rib olgandursiz balki, sevib olgandursiz balki. Bu har qanday kalla ham o'ylash kerak. Hamma deylik tutumda, hamma ishda ko'ngilda birinchi o'ringa qo'ysang yutqizaverasan. Ko'ngilda bir chekasida o'sha aytadi, bir parcha go'sht toza bo'lish kerak deb. Bir parcha go'sht bu endi o'zimizni muqaddas kitoblarimizda ham shunday aytiladi. Demak, ko'ngil shunaqa narsaki, u yerda yarmida Baytulloh Alloh ham yashaydi, lekin bir teshigida doim eshigida tiqillatib shayton ham ko'ngilga kirishga harakat qilib turadi va u shayton har doim sizga ruju solib turadi. Mana endi shuni yaxshi ko'raver, uzoq bo'lsa nima bo'pti, uzoq bo'lsa nima bo'pti, boshqa shahar bo'lsa nima bo'pti, boshqa tuman bo'lsa nima bo'pti degan bu shaytonning gapi. Xo'p, o'sha necha marta borib kelishing kerak va nech pul yo'l kira ketadi, hisoblash kerak. Jonim bolam. Mana shu ketganingda, bo'pti sen kimni qayerdan ketyapsan? Masalan, kasalvand onani, keksayib qolgan onani qizi bo'ladigan bo'lsa yoki o'sha boshqa shaharga ketadigan bo'lsa, u tatiydimi, uy tatiydimi agar bemor onasi boshqa shaharda qolgan bo'lsa? Jonim bolam, yoki bir to'p yetimning ichidagi qiz bo'lsa-da, boshqa otasi yo'q, ukalari yoki onasi yo'q, ukalari boshqa shaharda qolib ketgan bo'lsa, senga muhabbatga erishganing tatiydimi? Mana seni savolingni boshqa o'sha muhabbatni orqasidan yaxshi ko'rib qopti-da, sevishib qopti-da deb ketaverganlar bir eshitib qo'ysin. O'rgilaysandan bu inson bo'lib yashash kerakmi dunyoda? İnsonchilikni hamma qoidasi bilan tanishib chiqish kerak va ko'nish kerak va bo'yinga olish kerak. İnsonchilikda o'lim bor, bemorlik bor, pulsizlik bor. Xo'p, endi qo'yaverki, boshqa jihatdan mana qara, ko'nika olmayapti deyapti. Demak, o'zini shahardan oldim deyaptimi? O'sha qishloqni tutumiga ko'nika olmayapti. O'choqda o't yoqishga ko'nika olmayapti. Tushundingmi? Tandurda non yopishga ko'nika olmayapti. Chunki u shaharda u ishni qilib ko'rmagan. U yoqda qaynana bundan norozi, bu yoqda shaharda qolib qo'ya qolsa shu aybi yopilardi. O'sha qishloqda o'sha ayol ham bolasini gapiga kirib laqillamasdan o'zini qishlog'idan olib qo'ya qolsa, hamma tutumini ushaveradigan, masalan deylik, kelinga ega bo'lar edi. Endi olsammi, ko'nib olsammi, shu qizni o'sha qishloqda ham ko'ngli o'sadigan, ham onangni ko'ngli to'ladigan bir tutumni tutasan. Yana tutumi ham andomas, mandomas. Mana u qilgan gunohing uchun hamma og'irlikni sen tosh kelsa, kemirib suv kelsa simirasan. O'sha bola, u qiz bola hali yosh, o'g'ir, albatta ko'nikadi, albatta bola o'zi ushlaydi. Ro'zg'or degan, nikoh degan narsa o'zi bir etagida ushlab turadi. Shuning uchun ham o'sha Amerikaga ketib qolsa ham, Anjonga 1000 marta qaytgisi kelsa ham, o'sha nikoh degan narsa etagidan mahkam Amerikada ushlab turadi bolajonim. Chunki tarqab ketmaslikka bu nima deydi, inson uchun o'sha bir ayolni jips yashashi uchun Alloh tuzgan uyushma bo'lgani uchun Alloh o'zi uzilib ketmaydigan rishtalarni boylab qo'ygan. U masalan bandasi xolasa ham uzilmaydigan rishtalar bor-da. Bu Alloh senga yordam berib
turmushingni bekir bo'lishi uchun. Endi sen ro'zg'oringni qayta ishlaysan. Bu shippay bozor emas. Unisini olib, bunisini almashtira o'rgan endi. Tamom. 3 yil burun o'ylashing kerak edi bu maslahatni boshqachasiga. Tursunoy opa, bunday savollar ko'p albatta. Hozirda reklamalarga navbat bersak-da, undan so'ng keyingi savollarni o'qib eshittiramiz. Dasturimizni davom ettiramiz azizlar. Yana bir bor eslatib o'tamiz. Tomosha qilayotganingiz hamda tinglayotganingiz Onalar so'zi hikmatning o'zi Turkum dasturi. Bizda esa navbatdagi savollar bor. Assalomu alaykum Tursunoy opa. Avvalambor barcha muxlislaringiz qatori biz ham sizni Qurbon hayiti ayyomi bilan chin yurakdan muborakbod etamiz. Rahmat. Ayolimni ro'mol o'rab yurishini xohlayman, lekin u ro'mol o'rashni yomon ko'radi. Men esa majburlayman. Hamisha shundan janjal chiqadi. Ro'mol haqida ham, ayollarni ro'mol o'rash haqida ham bir ikki og'iz to'xtalib o'tsangiz, deya o'z SMSlarga yakun yasaganlar. O'rgilaysizdan, lekin buni hargiz shu diniy aqidalarga olib borib yopishtirmang. Ro'mol, do'ppi bu bizning milliy kiyimlarimiz. Buni endi xo'sh, ayolingizga ro'mol o'ra deganda nima demoqchisiz o'zi? Ro'mol yarashmayotgan bo'lsa, yo sochini birovlar ko'rsa juda uyat qiladigan darajada har xil bir ohangga solib yurgan bo'lsa, jahlingiz chiqayotgan bo'lsa aytayapsizmi? Yoki o'ran, hamma yog'ingni bekitib ol, shu bilan sen dindorligingni isbot qilasan degan ma'noda aytmoqchimisiz? Xo'p, ayolingiz aqlli qiz bo'lsa, boshqa qarang, boshqa hech qanaqa gunohini, xatosini aytmayapsiz. Faqat ro'mol o'ra deb aytyapsiz. Endi o'sha qiz ham xomlik qilibdi. O'rni kelganda oralatib, rosa sizga yoqadigan qilib, ko'ynagiga moslab turib, kutmagan holatda, siz ro'mol haqida gapirmagan holatingizda ham orada ro'mol o'rab ko'chaga chiqib tursa, asakasi ketmas edi birinchidan. Keyin endi yana yarashsa o'rasin. Xolagan tarziga solib o'rasin. Faqat anovi bosh yalanglar xudosiz, mana u ro'mol o'ragan mengina, masalan deylik, yuragimda Alloh bor degan pisanda bilan o'raydigan bo'lsa, u bekor. O'rgilaysizdan. Borib odamchi nima deydi, aslingga qaytasan deb aytyapmiz-ku, mana adil odam egiladi keksayganda. Bu o'sha asliga qaytish hisoblanadi. Odam bu momolarimizdan qolgan ro'mol bo'lgani uchun ro'molga o'zi talpinib qolar ekansan. Yosh o'zi kelganda ro'mol o'raging kelib, ajoyib, masalan, o'zingga ro'mol yarashib ham qolar ekan. Mana shu 40 yoshingdan boshlab ro'mol juda chiroyli yarashib ham qolar ekan. Endi kattaroq bo'lganingda esa ro'mol seni himoyaching, qaysi ma'noda uncha xunuk defektlaringni haliga bekitib ham turar ekanda endi. Bu ro'mol masalan falon deylik tabaqani libosi-yu, ro'molsizlar mana tabaqaga tegishli degan aqidangizdan qayting. Endi erkak odam sifatida ayolingizni shu kiyim boshlariga juda ham unaqa yopishib olib, hadeb e'tibor beravermang, biroz maydalikka o'xshaydi. Chiroyli yursa mayli, boshalang chiroyli, yosh bo'lsa chiroyli chambarlar qilib yursin, boshyalang, do'ppi kiyadigan yoshda bo'lsa do'ppi kiysin. Nima uchun hozir bizga kelinlarimiz do'ppi kiymay qo'ydi? Do'ppi kiyib sochlarini chambaraklar qilib yurishardi, shunaqangi yarashardi. To 40 ga kirguncha kelinchaklarchi, kelinlar do'ppi kiyar edi oldinda. Hozir kiymay qo'yishdi. Ro'molni, lekin agar orangizdan qanday gap o'tganini bilmayman-u, o'rasa, u ham hech narsa yutqizmaydi. Masalan, yarashgan ro'molni o'rasa bo'laveradi. Navbatdagi savollar. Assalomu alaykum Tursunoy opa. Yuqorida sheva to'g'risida ajoyib gaplarni gapirib o'tdingiz, xotiraladingiz. Menga juda ham yoqdi. Hozirgi kunda o'zbek kinofilmlarini kuzatar ekanman, faqatgina sheva tarzida suratga olinyapti. Qolaversa, yoshlar o'rtasida so'zlashuv jarayonida ham mana shunday ayanchli holatlarni guvohi bo'lyapmiz. Bularni oldini olish uchun oddiy fuqaro sifatida biz nima qilishimiz kerak? Xuddi shunday. Haligi Mahbura
Qoratepa Toji Halilovaga o'xshagan gazetalarni boshqarayotganlar, masalan, o'qituvchilar juda qattiq turib kurashish kerak ekan shu ma'noda. Masalan, men hozir ko'zim oldidan o'tkazyapman-da, Umarali Normatov, Ozod Sharafuddinov, Tohiriy degan domlamiz, mana bizga dars bergan domlalarda bular hammasi har xil yurtdan edi. Hammasi adabiy tilda gapirardi bular. Hech qachon men Ozod domlaga votti degan gapini eshitgan emasman, quvvatdi deganini eshitmaganman. Hozir qo'yaverasiz, hozirgi filmlarda sho'r qurib qolgan, jonim bolam, nimasini aytasiz? Odam allergiya bo'lib qoladigan darajada televideniyadagi nimalar, haligi so'zlashuvlar juda haddan oshib ketgan. Endi mana shunaqa ensangiz qotishda davom etavering. Mana shu tarzda biz ham gapirishda davom etaveramiz, lekin o'qituvchilardan, muallimlardan adabiy til qanday go'zal bo'lishi kerak ekanligini o'zlarida namoyish qilishlarini, o'zlari adabiy tilda gapirishlarini lekin talab qilish kerak deb o'ylayman. O muallimlardan adabiy tilda, chunki ular bolani suyagini qotaradi-da. Masalan, shu har kuni muallimlar adabiy tilda gapiraversa, menimcha bolaga ham o'tadi u nuqs, chunki ustoz baribir. Ustoz bolani eti bilan terisini orasiga kira oladigan yagona mavjudlik ota-onadan keyin-da. O'sha o'qituvchilardan iltimos qilamiz, mana shu borada bizga yordam bersa. Xo'p, keyingi savollardan biri: Assalomu alaykum Tursunoy opa, Norinlik To'lqinjon hamkasbingizni do'sti marhum rais Iqboljon Ikromov haqida ham fikrlaringizni bildirib o'tsangiz, oldindan rahmat deganlar. O'rgilay. Yaxshi savol beribsiz. Rahmat birodar. Mana shu Norinlik To'lqin Yo'ldoshev degan adabiyotshunos kursdosh do'stim bor, umri ziyoda bo'lsin. Uni ayoli ham bir kursdoshimizni singlisi. Xo'p, hozir kelayotganda shu lop etib esimga tushdi shu To'lqin haqidagi gap. Ozod domla Ozod Sharafuddinov aytibdilarki, To'lqinboy endi institutni, universitetni bitirayotgan paytda To'lqin biz Namanganga o'tyapmiz, Andijon Namanganga o'tyapmiz, domla biznikiga ham boringlar debdi endi. Va hech qachon kallasiga kelmaganki, Ozod Sharafuddinov degan odam shu biznikiga ham boringlar degan taklif bilan uni uyiga borishini tasavvur qila olmaganda. Birdan Namanganga kelganda endi buni haqlavotda turadi bu o'rtog'im. To'lqin biz boryapmiz uyingga deganda. Bu kamtarona yashagan bular 10 ta bola. To'lqinlar oilada 10 ta bola. Keyin bo'lib ham sayohatini oxiriga kelibdi-da, kechasi bilan yotib qoladigan bo'libdi. Ichkarida Ozod Sharafuddinov, nazarimda Umarali Normatov ham borganda, ikkita domla ham bor endi, 3 kishimi, 4 kishi bo'lib kelibdi-da. To'lqinning hikoyasidan bilaman-da endi. Keyin u mahal ertalab chiqishsa, bir uy, bir darza ekanda, boshqa uy yo'q endi. Ertalab chiqsa, dahlizini u boshidan bu boshigacha odamni boshi emish-da. Bir 10 bola bitta ko'rpada yotibdimish-da. Endi hali Ozod domla juda ham bir ajoyib bo'lib ketibdi haligi sharoitni ko'ribdi endi. Qarang endi bir oddiygina er xotinni 10 ta bolani katta qilishi dahshat bo'lib ko'ringan bo'lsa kerak-da. Ham endi o'sha sharoitda bular hammasi o'zinglarnikimi deb so'rarmish. Hammasi o'zimizniki. Keyin o'sha kuni keyin qarang Ozod domlani bir o'ktamligini aytaman-da. Men bu yerga bekorga kelmadim debdi. U o'zi umuman unaqa demoqchi bo'lmagan bo'lsa kerak. Lekin To'lqin a'loga bitirgan edi. Lekin o'sha yerda o'qituvchilikka qo'yilgan. Men bu yoqqa bekorga kelmadim. O'g'lingizni aspiranturaga olib ketgani keldim. Aspiranturada o'qitamiz o'g'lingizni desa, To'lqin aytadi, shaytonlab qolay dedim deydi. Domla meni endi u paytda aspiranturada qolsam degan gapni faqat ertagida endi bitiruvchilar uchun-da, endi 3ga chiqqan a'lochinigina komissiyalar qilib turib, inekin olinar-da endi taklif qilinar-da. Bu Ozod domla darrov to'xtamay ketdiki, bu oilaga To'lqinni bosh qilib qo'ymasak, otasi hali beri qiynalar ekan degan ma'noda. Keyin o'shatdan aspiranturaga keyin arizasini olib ketgan ekanmi, shunaqa qilgan ekanda. Endi ana Iqboljon haqida. Shu To'lqin o'rtog'imni Xudo rahmat qilsin, Iqboljonni oila a'zolari, masalan, o'sha Norin uchun Iqboljonni
judayam bosgan izlari aziz. Xo'p, Iqboljon haqidagi gaplar judayam haligi nima deydi, havas qilgulik va o'zidan Iqbol maktabi degan maktab yaratgan dehqon yigit. Lekin u qachon biz Shaqlavatga borsak, shu Iqboljon poygagida o'tiradi-da, biz adabiyot yoshlar boramizda, to'planib boramiz. Biz oramizda Rauf Parpi bor, biz oramizda Dadaxon Hasanovlar bor, biz oramizda Akrom Kattabekov, biz oramizda akademik Baxtiyor Nazarovlar bor. Mana shular bilan o'tiramizda, poygagida o'zi rais poygagida o'tiradi. Bizga choy tashkil qiluvchi, qovun tashkil qiluvchi, tarvuz tashkil qiluvchi. Lekin haligi bizni davradagi bo'layotgan gaplarga munosabatlarini ko'rib mazax orasida o'zi egatda orasida yuradigan rais, lekin yig'lab yurib eshitadi gapni. Yig'lab shunaqangi endi berilib, ranglari o'zgarib, har safar borsak Iqboljon eshik tagida turadi. Mana Iqboljon har safargida eshik tagida turibdi deb qo'yadi To'lqin. Shunday bir dilbar yigit edi. Mana oxirgi umrini oxirigacha ham oxirgi paytda biroz ko'zlari yaxshi ko'rmay qoldi. Shu To'lqin o'rtog'im borib nimani o'zi yaxshi ko'rib o'qisa borib o'qib berib, shu adabiyot va adabiyot deb shu muhabbat qo'yib o'tgan dehqon yigitda endi. Va men Norindan shundoq ham ziyoli, ham yuragi shoir, yuragi yozuvchi, ham o'zi o'sha nima deydi, Abdulla Qahhorni Qalandariga o'xshagan bir raislardan bo'lgan o'shanday farzandlari ko'p chiqishini xohlayman Norindan. To'lqin Yo'ldoshovday olimlar ko'payishini Norinda yana xohlayman. Hop, ana shu To'lqin do'stim haqida ham ko'p, balki keyinchalik mana shu O'zbekistonni taniqli odamlari qatorida qiladigan ko'rsatuvlarimiz ichida To'lqin haqida ham bir ko'rsatuvlar ketar. Shunday o'z kasbiga fidoyilik, umr bo'yi boyimasdan, boyishni xohlamasdan, pulga ruju qo'ymasdan, umuman do'st tanlaganda ham, oqibat tanlaganda ham har doim odamlarni yuragiga qarab sevadigan, umuman boylik degan narsadan parhez qilib o'tayotgan dalli devona do'stim To'lqin Yo'ldosh. Salomat bo'lsin, umri ziyoda bo'lsin. Albatta Tursunoy opa, bugungi dasturimiz davomida mana teletomoshabinlarimiz va radio tinglovchilarimiz ham guvoh bo'ldilar. Ko'plab ana shunday insonlarni hayotidan biz ham xabardor bo'ldik, tingladik. Va bugungi dasturimizga ajratilgan vaqt ham asta-sekinlik bilan o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Lekin navbatdagi savollarga ham o'tsak bo'ladi, ammo bugungi mavzuyimizga doir savollar bugun ko'p bo'lmadi. Aytor, mayli ko'p xas qo'shlama bolam, mayli ber o'sha savolingni. Menimcha bugungi dasturimizdagi yakuniy fikrlarni o'zingizdan tinglasak yaxshi bo'lardi. Ha, demak baribir ko'ngling bo'lmadi u savollarni o'qigani. Hay. O'rgilay sizdan. Siz bilan ma'naviy bir suhbat olib bordik. Xo'p, hayit sababchi bo'ldi, bayram sababchi bo'ldi. Yodimizga yaxshilar tushdi. Ularni ishqi yana qayta uyg'ondi qalbimizda va o'zimizni solishtirdik. Ertalabdan beri, hattoki o'sha arafa boshlangandan beri o'ylayman mahalladan o'tganlarni, xo'p, Andijondan o'tganlarni, O'zbekistondagi do'st yoronlarimni, Toshkentdagi do'st yoronlarimni, qo'ldan ketganlarini, ayro tushganlarimizni o'ylaymanda, fazilatlarini sanab, sarhisob qilib turib, xulosaga kelaman. Muncha ham kichik bo'lmasam, hamma yaxshilar ketib qopti-yu. Muncha ham xom bo'lmasam, o'shancha ishlarni qilishib ham indamay kamtarona yer tagiga kirib ketaveribdi-ya. Turpoqqa aralashib ketaveribdi-ya bu yaxshilar. O'rgilaysizda. Baxtli yashash uchun, yaxshi inson hisoblanish uchun
bolalarni yo'lini bog'lamaslik uchun. Xullas kalom, sizni ham andoza qilib olishlari uchun, siz o'tib ketganingizdan keyin ham deylik, sizni yo'llaringizni o'zlariga havas deb bilishlari uchun ko'p narsa kerak emas. Bitta ishni qilsangiz bo'ldi. Hech kimga malol kelmang. Oldin tezoblik qilib o'zingizni emas, avval atrofdagilarni o'ylab olib, ularga foydasi qancha, ziyoni qancha taroziga savolib qilayotgan amalingizni, aytayotgan gapingizni oxir hech kimni o'qingiz otib qo'ymasligiga aqlingiz yetib, kimnidir sotib qo'ymasligingizga aqlingiz yetib, xo'p hamma yoq oromda bo'lishiga ko'zingiz yetgandagina keyin rejalaringizni amalga oshiring. Aynanay Alloh shu shartni qo'yadi. Boshqa bandalarimni sevasan, keyin men seni sevaman. Boshqa bandalarimni ko'ngliga qaraysan, keyin men seni duoyingni eshitaman deydi. Salomat bo'ling. Iloyim Allohning dargohida duolari ijobat bo'ladigan bandalar qatorida bo'lsin joyingiz. Salomat bo'ling. Azizlar, mana bugungi bayram kuniga bag'ishlangan Onalar so'zi hikmatning o'zi turkum dasturimizni navbatdagi soni ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Biz esa kelgusi dasturlarga qadar xayrlashar ekanmiz. Yana bir bora barchangizni ijodiy jamoamiz nomidan hamda Onalar so'zi hikmatning o'zi turkum dasturi nomidan Qurbon hayiti ayyomi bilan chin yurakdan muborakbod etamiz. Salomat bo'linglar.